Baxt nima o'zi? Ering bor, uying bor, hamma narsang yetarli. Lekin yuraging huvillab yotsa-chi? O'sha oqshom Jasur mashinani shahar chetidagi tepalikda to'xtatib, menga "Siz baxtlimisiz?" deb savol berganda, men birinchi marta o'zimga iqror bo'ldim. Men baxtsiz edim. Uning ko'zlaridagi olov, menga uzatilgan issiq qo'l va dala hovlidagi o'sha taqiqlangan tun. Bu mening gunohimmi yoki haqiqatim? Bugun sizga qalbimning eng yashirin sirlarini ochaman. Odatdagi yoz oqshomlaridan biri edi. Hovlimizda katta so'rida butun oilamiz bilan o'tirardik. Qaynonam odatdagidek o'zining cheksiz, tugamaydigan hikoyalarini aytib berardi. Qaynopam telefoni bilan band, dunyodan uzilgan. Erim Sardor aka esa shu yerda yonimda o'tirardi. Jismonan shu yerda, lekin ruhan u allaqachon o'zining ishxonasida, muammolari ichida g'arq bo'lgan edi. Uning nigohi goh telefonga, goh yerga qadalardi. Menga biror marta qaramasdi. "Charchamadingmi? Kuning qanday o'tdi?" degan oddiy savol uning xayoliga ham kelmasdi. Men o'zimni uning yonida ko'rinmas odamdek his qilardim. Uning borligi ham, yo'qligi ham bilinmasdi. Lekin bizdan sal narida, so'rining chekkasida qaynim Jasur o'tirardi. Uning diqqati telefonda emas, bizda, aniqrog'i menda edi. Men uning nigohini o'zimda his qilib turardim. Bu shunchaki qarindoshlik, kelinoyiga bo'lgan hurmat nigohi emasdi. Unda qandaydir iliqlik, tushunish va yana nimadir bor edi. Bu nimadirni anglashga, unga nom berishga qo'rqardim. Biz kamdan-kam gaplashardik. Lekin har safar suhbatlashganimizda men uning dunyosiga sho'ng'ib ketardim. Uning fikrlari, orzulari, hayotga qarashlari menga shunchalar yaqin ediki. Erim Sardor esa o'zining qobig'iga o'ralib olgan edi. To'satdan qaynonamning baland ovozi xayollarimni buzib yubordi. "Voy, esim qursin. Ertaga Oysara xolangnikiga borish kerak edi. Dorilarni olib borib berish kerak." "Sardorjon, bolam, ertaga vaqting bo'ladimi?" Sardor telefondan boshini ko'tarmay, sovuqqonlik bilan javob berdi. "Oyijon, ertaga ishim juda ko'p. Umuman vaqtim bo'lmaydi. Boshqa kuni borarsiz." Uning javobi qisqa va qat'iy edi. Qaynonamning yuzi burishib qoldi. Shu payt Jasurning ovozi eshitildi. "Oyi, xavotir olmang. Men o'zim borib kelaman. Yangam bilan boramiz. Zerikmayman ham, yangamga ham aylanish bo'ladi." Uning bu taklifi kutilmagan edi. Hamma menga qaradi. Men nima deyishni bilmay dovdirab qoldim. Erim Sardor bir zumga telefondan boshini ko'tarib, menga va Jasurga beparvo qarab qo'ydi. "Ha, yaxshi fikr. Borib kelinglar. Menga ham tinch bo'ladi, ishimga xalaqit bermaysizlar." Uning bu so'zlari menga ham tinch bo'ladi. Bu so'zlar xanjar kabi yuragimga sanchildi. Demak, men uning uchun shunchaki xalaqit beradigan buyum, ortiqcha yuk edim. Jasur menga qarab jilmaydi. Uning tabassumi shunchalik samimiy, shunchalik taskin beruvchi ediki, men rad eta olmadim. "Mayli," dedim sekingina. Ertasi kuni tushdan keyin biz yo'lga tushdik. Shahar tashqarisidagi kichik bir qishloqqa borishimiz kerak edi. Yo'l uzoq emasdi, lekin menga bu safar butun bir umrdek tuyuldi. Mashinada sokin musiqa yangrardi. Dastlab ikkimiz ham jim ketdik. Faqat g'ildiraklarning asfaltga ishqalanish ovozi eshitilardi. Keyin Jasur suhbatni boshladi. "Yangam, charchadingizmi? Kecha mehmondorchilikdan keyin uxlolmagandirsiz." "Yo'q, hammasi joyida," dedim yolg'on gapirib. Aslida esa kechasi bilan Sardorning befarqligi, uning sovuq so'zlari haqida o'ylab, yig'lab chiqqandim. Jasur buni sezgandek gapida davom etdi. "Akamni bilasiz-ku. Ishi bilan bo'lib hech kimga, hatto o'ziga ham e'tibor bermaydi. Ba'zida o'ylab qolaman, u bu dunyoda nima uchun yashayapti? Faqat pul va ish uchunmi?" Uning bu so'zlari meni hayratda qoldirdi. U xuddi mening ichimdagi, tilimga ko'chmagan gaplarni aytayotgandek edi. "Balki shundaydir," dedim xo'rsinib. Birdan u mashinani sekinlatdi va menga o'girildi. "Siz baxtlimisiz, yangi?
Bu oddiy savol meni shoshirib qo'ydi. Men hech qachon o'zimga bu savolni bermagan edim. Men shunchaki yashardim. Turmushga chiqdim, oilam bor, hamma narsa o'z joyida. Lekin baxtlimanmi? Bilmadim. Dedim rostini aytib. Ko'zimga yosh keldi. Baxt nima o'zi, Jasur? Jasur chuqur nafas oldi. Baxt bu seni tushunadigan insonning yonida bo'lish. Seni so'zsiz anglaydigan, sening ko'zlaringga qarab dardingni biladigan inson bilan yashash. Baxt bu o'zingni yolg'iz his qilmaslik. Uning har bir so'zi yuragimning tub-tubiga yetib borardi. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida ham dard va shu bilan birga qandaydir bir umid uchqunlarini ko'rdim. U ham o'z oilasi davrasida yolg'iz edi. Biz ikki yolg'iz ruh edik. Biz xolamnikiga yetib keldik. Dorilarni berib bir piyola choy ichib tezda qaytishga hozirlandik. Orqaga qaytayotganimizda quyosh botayotgan edi. Osmon to'q qizil va binafsha rangga kirgandi. Bu manzaradan ko'z uzolmay qoldim. Juda chiroyli, dedi Jasur. Ha, dedim pichirlab. To'satdan u mashinani yo'l chetiga, baland bir tepalikka burdi va to'xtatdi. Pastda butun shahar kaftdek ko'rinib turardi. Shahar chiroqlari endigina yona boshlagan, xuddi yerga to'kilgan yulduzlar kabi charaqlardi. Bu yerga ba'zan kelib turaman, dedi Jasur. Yuragim siqilganda, yolg'iz qolgim kelganda shu yerga kelib shaharga qarab o'tiraman. Odamlar chumolidek g'imirlaydi. Har kimning o'z tashvishi bor. Lekin shu millionlab odamlar ichida seni tushunadigan bir dona inson topilmasa, bu juda qiyin. Biz mashinadan tushdik. Salqin shabada esardi. Men yengil ko'ylagimda biroz sovqotdim va junjikdim. Jasur buni darhol sezdi. U o'zining yengil kurtkasini yechib, ehtiyotkorlik bilan yelkamga tashladi. Uning bu harakati shunchalik tabiiy va mehribon ediki, men qarshilik qilmadim. Kurtkasidan uning atirining hidi, o'tkir, ammo yoqimli erkak hidi kelardi. Bu hid meni mast qildi. Biz uzoq vaqt jim turdik. So'zlarga hojat yo'q edi. Biz bir-birimizni so'zsiz tushunardik. Uning yonida men o'zimni himoyalangandek, qadrlangandek his qildim. Erim Sardor hech qachon menga bunday e'tibor bermagan edi. Yanga, siz juda yaxshi insonsiz, dedi Jasur to'satdan menga burilib. Siz bundan yaxshisiga loyiqsiz. Siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Men unga qaradim. Uning nigohi jiddiy va o'tli edi. Uning ko'zlarida men o'zimning aksimni, charchagan, mehrga, e'tiborga muhtoj ayolning aksini ko'rdim. Kech bo'ldi, ketishimiz kerak, dedim ovozim titrab. Qo'rqardim. O'zimdan, hislarimdan qo'rqardim. Yo'q, dedi u qat'iy. Hozir uyga borsangiz, yana o'sha muhitga tushasiz. Yana o'zingizni yolg'iz his qilasiz. Men bunga yo'l qo'ymayman. Nima qilamiz unda, so'radim hayron bo'lib. Bir do'stimning shahar tashqarisida kichik bir dala hovlisi bor. Hozir u yerda hech kim yo'q. Kaliti menda. O'sha yerga boramiz. Dam olasiz, suhbatlashamiz. Ertalab uyga qaytamiz. Hech kim hech narsani bilmaydi. Uning taklifi meni shokka tushirdi. Bu noto'g'ri edi. Bu xiyonatga qadam edi. Lekin shu bilan birga men uyga qaytishni istamasdim. Yana erimning befarq nigohini, sovuq devorlarni ko'rishni xohlamasdim. Men bir kecha bo'lsa ham o'zimni erkin, kerakli his qilishni istardim. Mayli, dedim o'zim ham kutmagan holda. Bu so'z mening taqdirimni o'zgartirib yubordi. Biz dala hovliga yetib keldik. Kichkina, ammo shinam uy edi. Jasur chiroqlarni yoqdi. Atrofda sukunat hukmron. U menga choy damlab berdi. Biz oshxonada kichik stol atrofida o'tirib choy ichdik. Bu yer sizga yoqdimi, so'radi u. Ha, juda tinch ekan. Menga hozir tinchlik kerak. U o'rnidan turib yotoqxonaga kirib ketdi va bir ozdan so'ng qaytib chiqdi. Siz shu yerda dam oling. Men mehmonxonadagi divanda yotaman. Xotirjam bo'ling, men sizga noqulaylik tug'dirmayman, dedi u. Uning bu gapi meni yanada o'ziga tortdi.
U mening sha'nimni, or-nomusimni o'ylardi. Men yotoqxonaga kirdim. Toza choyshab hidi dimog'imga urildi. Lekin uyqum kelmadi. Xayollarim chalkashib ketgandi. Men nima qilayotganimni o'zim ham tushunmasdim. Bir tomondan vijdonim qiynalardi, ikkinchi tomondan esa yuragim bu yerdan ketishni, bu lahzalarni yo'qotishni istamasdi. Ancha vaqt o'tdi. Uyqu kelmadi. Sekin o'rnimdan turib mehmonxonaga chiqdim. Jasur divanda yotardi. U ham uxlamagan ekan. Meni ko'rib o'rnidan turib ketdi. Nega uxlamadingiz? Yangi biror narsa bo'ldimi? Yo'q. Shunchaki uyqu kelmadi. Biz yana birga o'tirdik. Bu safar divanda bir-birimizga juda yaqin. Men uning nafasining issig'ini his qilib turardim. Yuragim dukillab urardi. Jasur, dedim pichirlab. Bu birinchi marta uni siz ismi bilan chaqirishim edi. U menga qaradi. Ko'zlarida hayrat va umid bor edi. Labbay, dedi u ham pichirlab. Men nima deyishni bilmasdim. Shunchaki unga qaradim. Nigohlarimiz to'qnashdi. U sekin qo'lini cho'zib yuzimni siladi. Uning kaftlari olovdek issiq edi. Bu teginishdan butun vujudim titrab ketdi. Qo'rqmang, dedi u. Men sizni xafa qilmayman. Men sizni tushunaman. U sekin menga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumdim. U ehtiyotkorlik bilan lablarimdan o'pdi. Bu o'pichda vahshiy ehtirosdan ko'ra ko'proq mehr, iliqlik, sog'inch va tushunish bor edi. Bu ikki yolg'iz qalbning birlashuvi edi. O'sha kecha biz birga bo'ldik. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emasdi. Bu bizning isyonimiz, bizning haqiqatimiz edi. Biz butun dunyodan, muammolardan, bizni tushunmaydigan odamlardan bir kechaga bo'lsa ham yashiringan edik. Tong otganda derazadan tushayotgan quyosh nurlari bizni uyg'otdi. Men Jasurning bag'rida yotardim. O'zimni hech qachon bunchalik xotirjam va baxtli his qilmagan edim. U ham uyg'oq edi. Menga qarab jilmayib yotardi. "Xayrli tong, go'zalim", dedi u. Bu so'zlar erimdan yillar davomida eshitmagan so'zlarim. Bu kecha mening hayotimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men endi oldingi sotda indamas kelin emasdim. Nima bo'lishini, kelajakda bizni nima kutayotganini bilmasdim. Lekin bir narsani aniq bilardim, o'sha kecha men o'zimni topdim. O'zining baxti uchun, o'zining hislari uchun kurashishga tayyor bo'lgan ayolni topdim. Bu tun mening tunim edi. Mening gunohim va mening haqiqatim. Azizlar, balki siz meni qoralarsiz. Bu xiyonat-ku dersiz. Ha, bu xiyonat. Lekin qalb xiyonati tan xiyonatidan og'irroq emasmi? Erim meni yillar davomida ruhan yolg'izlatib qo'ygani xiyonat emasmidi? Men hukm qilishni sizga qoldiraman. Lekin unutmang, har bir ayol baxtli bo'lishga haqli. Hatto bu baxt taqiqlangan yo'llarda bo'lsa ham. Agar hikoyam sizga yoqqan bo'lsa, Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling va videoga like bosing. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har biringizni o'qiyman. Xayr.